Dasturchi ranglarni kodlashda Hex 16lik tizimidan foydalanmoqda. Qizil rang quyidagicha kod bilan berilgan. Agar u yashil rangni maksimal darajada, ya'ni 255 va qolganlarini 0 qilsa, Hex kodi qanday bo'ladi? Bilamizki, RGBda 3 xilda biza ranglarni ko'rsata olamiz. Birinchi mana R ni 0 dan 255 gacha qiymat bilan berishimiz mumkin. Istalgan. 0 degani red, ya'ni qizil rangi mavjud emas degani. Green yashil rangi uchun javobgar va qanchalik katta son yozsak, masalan 0 yozsak green, ya'ni yashil rang ishtirok etmayapti rang tayyorlashda, 255 yozsak yashil rang to'liq ishtirok etgan. To'la yashil bo'ladi. 0 dan 255 ga qadar. Xuddi shunday ko'k rangi blue dan olingan, blue so'zidan buni ham 0 dan 255 gacha bera olamiz. Demak, birinchi usulda 0 dan 255 gacha bo'lgan bitta son, har bitta rangga bitta son javobgar bo'lar ekan. Va qanchalik sonimiz katta bo'lsa, shunchalik shu rangdan ko'p ishlatilgan degani bo'ladi. Misol uchun, bu qizil rangning kodi. Ikkinchi yo'limiz 16likda. Bu 10lik. Hex 16lik degani 16likda. Endi 16ligimizda mana bu 255 ta sonni sig'dirish uchun har bitta rang uchun ikkita raqam javobgar. Endi bu yerda son emas, raqamlar javobgar bo'lyapti. Bunga 0 dan 255 gacha istalgan bitta son edi. Bunda ikkitalik raqamlar. Har bitta harfga, har bitta rangga ikkita raqam javobgar ekan. Va ular 0 dan FF gacha to'lib boradi. Har biri xuddi shunday. 0 bo'lsa hech qancha bu rangdan ishlatilmagan degani, FF esa mana bu 255 lar bilan teng kuchli. Demak, qizil yozmoqchi bo'lsam, FF deyman. Faqat bitta narsasi borki, panjaracha oldida qo'yiladi 16likni e'lon qilayotganda. RGB esa qaus ichida beriladi. Kechirasiz, RGB deb yubordim. Mana bunday 10likdagisi. Mana bu ikkalasi green yo'q, mana bu ikkalasi blue yo'q degani. 0 degani ishtirok etmayapti degani. Bu ham xuddi shunday qizil rangning kodi bo'ldi. Uchinchi yo'li shunchaki so'zlar bilan rangni nomini yozamiz. Nomi yoziladi inglizchada. Masalan, qizil demoqchi bo'lsak, color so'zdan so'ng yoki kerakli joyda red deb yozishimiz kifoya. Endi bizga nimada beryapti? Qizil rang kodini beryapti. Mana qizilni berdi. Yashil rang maksimal darajada qolganlarini 0 qilsa, demak, maksimal darajada bunday qilmoqchi bo'lsak, red uchun yo'q, redimiz 0, qolganlari 0 degan, mana 0. Hex kodini toping deyapti. Shu uchun 0 larni terdik. 255 ni beribdi. Xo'sh, demak, birinchi usulda beryapti, 16lidagisini so'rayapti. Demak, birinchi usulda red, green, blue dedik. Redimiz 0, blue'imiz 0, greenimiz esa 255 ekan. Nima dedik? Bu maksimum bo'lsa agar, buni maksimumi F. Demak, greenni ostida ikkita F bo'ladi. Redni ostida ikkita 0 bo'ladi. Blue'da ham ikkita 0 bo'ladi. Mana bizaga to'g'ri javob. Faqat oldida panjaracha yodimizdan chiqmasligi kerak.